Omonmisiz, azizim? Bu hayot ikki xil insonlarga bo'linar ekan. Biri ishtiyoqmand odamlar, ikkinchisi yalqovroq odamlar. Agar sizni ajoyib bir rejangiz bo'lsa, bu haqda hali hech kim o'ylamagan bo'lsa, yu siz uni amalga oshirishga bel bog'lagan bo'lsangiz, zinhor va zinhor shunday yalqov sifat insonlar bilan maslahatlashmang. Barcha rejalaringiz, barcha ishtiyoqingizni bir onda so'ndirib qo'yishadi. Chunki ular buni qila olmaydi. Ularga bu dahshat tuyuladi. Buni harakati, xarajati, tinimsiz mehnati, og'irchiligi, yengilchiligi hammasi ularni kuchiga to'g'ri kelmaydi. O'zidan andoza olib, sizni ham oyog'ingizga bolta uradi. Ya'ni siz qanchalar baland uchmoqchi bo'lsangiz, faqat eng yuksaklarda parvoz qilayotganlarga havas qiling va ular bilan fikringizni bo'lishing. Zinhor toshbaqalarga bu haqda gapirmang. Hayotimda sinalgan, sizga ham tavsiya berdim. Asqotsa xursand bo'laman. Yuksak parvozlar tilayman, azizim. Omon bo'ling.